30 yil o'qisiz qo'limda dedi bir olim shogirdiga. Nimani o'rgandingiz 30 yilda desa 6 qator so'zni o'rgandim dedi. Nimani o'rgandingiz? Yer yuzida o'malaganki jonivor bor, rizqi Allohning zimmasida ekan, rizq haqida g'am qilmadim dedi. 30 yilda 6 qator so'zni o'rganib o'qibdi. Kirgizibdi mo qalbiga. Rizqi Allohning qo'lida ekan, g'am qilmadim deydi. Ikkinchisi nima desa, innamal mu'minun ikhwa debdi Alloh. Hamma mu'min aka-uka debdi. Birorta mu'minga qalbimda g'illag'ashligim yo'q. Mag'ribdagi bitta musulmonga yomonlik yesa, xafa bo'ldim, xuddi o'zimga aytgandek, mashriqdagi xursandchilik esa menga aytgandek xursand bo'ldim. Yaxshi. Yana nima o'rganmiz? Har bitta kishining do'sti bo'lar ekan deydi shagird aytayapti domlasiga. Meni do'stim ibodat ekan deydi. Bular chiqasi do'st emas ekan deydi. Ishonaveringlar, chiqasi do'st emas. Chunki bu do'stlar qabrda ustiga turib tortib qo'yib ketishaveradi. Lekin ibodat degan do'st bor ekan dedi. Men bilan qabrga kelar ekan, ko'prikda oldi turar ekan, tarozda turar ekan, jannatga kirar ekan dedi. Zo'rdan so'ragan. Keyingisi har bitta odamni dushmani bo'lar ekan. Meni dushmanim shayton ekan, shuni tushundim deydi. Keyingisi har bitta odamda uyi bor ekan, meni uyim qabr ekan. O'sha uyimni obod qilishga harakat qildim. Qabrga keldiz, qiyomatgacha necha yil bor. Oxirgisi desa, har bitta odamda xaridori bor ekan. Meni xaridorim Azroil ekan dedi. Xuddi kelin kuyoviga yasanib doim tayyor bo'lib turgandek, qachon Azroil kelsa, ketdik deb ketadigan bo'lib tayyor bo'ldim. 6 qator narsani o'rgandim 30 yilda deydi. Biz 3 minutda eshitib qo'ydik. U 30 yil amal qilgan bunga.